Superkompyuter O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatidagi imkoniyatlarini baholadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekiston terma jamoasining mundialda chempionlik imkoniyati 0,2% ga teng. Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoa debyutantlar orasida eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga ega. Shuningdek, Superkompyuter O'zbekistonning guruhdan chiqish ehtimolini ham boshqa ilk bor qatnashayotgan jamoalarga qaraganda yuqoriroq deb topgan. Osiyolik ishtirokchilar orasida eng katta imkoniyat Yaponiyada 0,9%. Keyingi o'rinlarda Janubiy Koreya, Avstraliya va Eron qayd etilgan. Saudiya Arabistoni hamda Qatarning g'alaba qozonish ehtimoli 0,1% ni, Iordaniyanniki esa 0% ni tashkil etadi. Jahon chempionatining bosh favoriti sifatida Ispaniya 17% deb ko'rsatildi. Undan keyin Fransiya va Angliya joy olgan. Amaldagi jahon chempioni Argentinaning imkoniyatlari past baholangan. Lionel Messi boshchiligidagi jamoa asosiy favoritlari orasida 4-o'rinda qayd etildi va 8,7% ko'rsatildi. Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasining g'alaba qozonish imkoniyati esa 6,6% ga teng.